Qadrdonlar, eng birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalarimizdan beton turbalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qapchiqoq qishlog'idan bo'lyapti. Akalarimiz o'zlarida transportlari bor, dostavka xizmati ham bo'ladi, lekin pulli bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bu yerda ikki xil diametrda ishlab chiqariladi ekan. 50ligi bor ekan. Qadrdonlar, ichki qolish 50lik, uzunligi 5 metr, narxi 1.800.000 so'm. Xohlasangiz buni 60ligi ham bor ekan. Qadrdonlar, 60ligi, uzunligi 5 metr, diametri 60 sm bo'ladi. Bunimizning narxi 2 million so'm. Bozor va biznes kanalidan chiqdim desalar, yana ham kelishtirib beradi. Endi bu narsa nimalarni ko'taradi deganlarga, qadrdonlar, 10 tonnalik havo ustida 20 tonna yuki bilan 30 tonnalik mashinalar o'tsa ham ko'taraveradi, chunki ichida mana bunday to'liq zich to'qilgan karkazi bo'ladi. Qadrdonlar, kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, bu ish narsa emas ekan. Endi kattarog'ida. Dahshat. Endi mana buni tekshiramiz. Originali bo'ladi, zo'ridan bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Kimga shunaqangi sifatli beton turbalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qapchiqoq qishlog'idan bo'lyapti. Bu yerda ko'rib turibsizlar, o'zlarining mashinalari bor. Vodiy bo'yicha eng arzon narxlarda yetkazib berishadi. Ya'ni dastavka xizmati alohida bo'ladi. Beton turbalarga keladigan bo'lsa, qalinligi 7-8 cm, uzunligi 5 metr, diametri 50 cm bo'ladigan bo'lsa, ichi narxi 1.800.000 so'm. Agarda 60 cm-ligi kerak bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, bir donasi 2 million so'mdan ekan. Kelaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi, qadrdonlar. Ichi nimadan bo'ladi degan akalarimizga ichini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Operator shashilib ichiga zubachist armatura to'qiladi ekan, mana ko'rib turibsizlar. Qalinligi 4 mm, juda ham qalin qilib to'qilgan. Bundan o'sha 20 tonnalik havo mashinasi o'tsa ham bemalol ko'taraveradi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.